582 hadis an Abi Basrata al-Ghifari. Abu Basra al-Ghifari xabar etdi, qala salla bina Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Bir vaqt bizning bilan Allohning elchisi namoz o'qidi. Al-G'asr, ikindi namozini. Bil Muhammas jirligida. Faqol ham aytdi, inna hazihi salata ghuridat ala man kana qablakum fadayyighuha. Шынныкта bu ikindi namozi sizga qadar bo'lgan kishilarga, sizga qadar bo'lgan qavmga shulay taqdim etilgan edi deydi. Taqdim etilgan edi, lekin ular bu namozga ig'tibor bermadilar. Bu namozni turmushga oshirmadilar, ya'ni vaqtida o'qimadılar, qoldirdilar. Faman hafaza alayha kana lahu ajruhu marratayn. Kimda kim ikindi namozini vaqtida o'qiykan, jintiklab o'qiykan, bu kishi ikkilata o'zine ajr savob oladi. Va la salata ba'daha hatta yatlugha ash-shams. Hamda ikindi namozidan so'ng boshqa namoz yo'q. Hatta yatlugha ash-shahid. Shahid chiqqancha qadar, ya'ni yulduzlar chiqqancha qadar. Ya'ni ikindi namoz, biz bilamiz, ikindi namozidan so'ng mag'rib namozina qadar bu namoz o'qirga tiyilgan vaqt. Bu vaqtda namoz yo'q. Bari tik belgilangan namozlarga qarab, belgilangan namozlardan qoladi. Shunga ko'ra ikindi namozidan so'ng sen masjidga kirding ekan, masjidga kirgach 2 rakat namoz o'qirga yaraymi? Yarıy, chunki bu belgilangan namoz, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tomonidan belgilangan namoz. Masalan, ikindi namozdan so'ng kishining turib bortik 2 rakat namoz o'qisa kerak. Sunnat namoz, birini belgilangan namoz bortik Alloh rizoligi uchun. O'qirga yaraymi? Yo'q, yaramay. Shunga ko'ra sababsiz nindir namozlar o'qirga bu vaqtda endi yaramay. Ham shunday bu hadisda ikindi namozining fazilati. Ikindi namozining fazilati, kim bu namozni yerine yetkirib vaqtida o'qiykan, u o'zine ikkilata ajr savob oladi.